Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerikada atalmış Şinjan sınıfları ve Uyg'ur kimligining harakatlantiruvchi kuchi nomli kitob nashr qilindi. Xitoy doiralarining atalmış xizmatga o'rlashtirish nomida Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. Germaniya parlamenti kishilik huquq komitetining Urumchini ziyorat qilishini chekladi. O'zbekiston Turkiyadan askar to'shig'ichi mashina setib oldi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə yaxında Amerikadakı Rozgulman Texnologiya İnstitutunun Uyğurshunos professori Timothy Gross'ның Xitayda bilinməslik müzakirəsi atalmış Şinjan sınıfları və Uyğur kimliginin hərəkətləndiruvchi kuchi nomli kitobi nashr qilinib, Amazon torida setilishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur kitob atalmış Şinjan sınıflarini bitirgan Uyg'ur o'quvchilar haqida ilib berilgan tunji tadqiqot asari ekan. Xitoy hukumati 2000 yillardan boshlab Uyg'urning Junxo millati kimligini kuchaytirish maqsadida Xitoy o'lkalariga atalmış Şinjan sınıflarini qurib, Uyg'ur to'liq va to'liqsiz o'rta maktab o'quvchilarini o'qitishga boshlagan edi. Bu asarda mana shu sinflarni bitirgan Uyg'ur o'quvchilarni tekshirish orqali ularning Uyg'ur kimligidan qanchalik voz kechganligi va Xitoyning atalmış Junxo madaniyat kimligini qanchalik qabul qilganligini cho'nqur analiz qilgan. Abdur Xitoyning Uyg'ur yoshlarini ularning mahalla va madaniyat muhitidan ayirib, ularga o'rtaq Xitoy tili va kommunistik partiyaning qimmat qarashini singdirishga urinishi Kompartiya kutgandek ularni osmolasiya qilamagan. Abdur asrda bu o'quvchilarning mutlaq ko'p qismining Kompartiya umid qilgan yerdan chiqmaganligini bildirgan. Abdurning ilgari surishicha, bu o'quvchilarning ko'p qismi Xitoy hukumatining Şinjanga qaytib kelish to'g'risidagi besimlar qarmay, yo ichkari o'lkalarda qolgan, yo boshqa davlatlarning puhrolik yo'lini tanlagan. Abdur asrida yana Sharq Turkistonga qaytib qolganlarning ichida atalmış Şinjan sınıflarining qurilish programmasiga xilof holda Kompartiyaga xizmat qilganlarning nihoyat oz sonliqni tashkil qiladiganligini bildirgan. Yurtga qaytib qolganlarning duchor bo'lgani umidsizlik, beoromchilik va mamnuniyatsizlik ekan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi 2 yildan buyon atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlari qurib, necha millionlagan Uyg'ur qatorliq yerli xalqlarni turkumlab qamaganligi xalqaro qattiq tanqidga uchrayotgan mezgilda Xitoy hukumati tutqunlarning atalmış asabiy ideyalardan ozod bo'lib, kasbiy texnik bilimlarni egallaganligini, tarbiyalanib layoqatli o'lchimiga yetganlarning xizmatga o'rinlashib, jamiyatga to'p qo'shayotganligini kuchab tashviq qilmoqda. Yaqında İl oblastlik televiziya stansiyasi G'o'ljin oyisida qurilgan Palay zavodi bilan to'qimachilik fabrikasida ishlayotgan ishchilarning zo'r ko'p qismining qayta tarbiyalash markazlarida atalmış asabiylik ideyalardan ozod bo'lgandan keyin kasbiy texnik jihatdan tarbiyalanganlar ekanligi haqida qismliq chatma xabar e'lon qilgan. Xitoy taratqularida to'xtamay berilayotgan bu xil tashviqot xabarlari xalqaroda jiddiy diqqat qo'zg'amoqda. Xalqaro taratqularning xabarlarida Xitoy doiralarining tashviqotidagi atalmış texnik tarbiyalash markazlarida tarbiyalanganlar o'rlashtirilgan zavod fabrikalarning aslida Xitoy o'lik shaharlarida vayron bo'lgan zavod fabrikalar ekanligi eskartilgan bo'lib, bu xil zavodlarning yaqin 2 yil ichida yig'ib olish lagerlarining sirtiga va ichiga o'rlashtirilganligi haqida uchurlar o'tirg'i chiqmoqda. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Etic, Target, Katton qatorliq shirkatlardagi kiyim-kechak va to'qilma buyumlarning zo'r ko'p qismi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda qurgan bu xil atalmış zavod fabrikalarida ishlangan mahsulotlar ekan. Xalqarodagi kuzatuvchilar va siyosiy analizchilarning qarashicha, Xitoy hukumati navbatda Sharq Turkistondagi lagerga qamalganlarni atalmış zavodlarga yuzlantirib, ularni majburiy emgakka selayotgan ekan. Bu ahvolni buningdan bir necha yil ilgari Xitoy hukumati tarafidan amaldan qolganlik e'lon qilingan emgak bilan o'zgartish lagerlarining qaytadan asli keltirilishi deyishga bo'ladi ekan. Germaniya ovoz torining 4 avgust xabarida Germaniya parlamentining vakillar umiki a'zosining Uyg'urlarni qo'llab kelayotganligi sababli Xitoyni ziyorat qilish rad qilingan. Germaniya parlamentining raqamlashtirishga mas'ul komiteti Shanxay va Beyjingdagi sun'iy aqli iqtidorga aloqador yangi qurilgan shirkatlarni ziyorat qilishni planlagan. Biroq Yishillar partiyasining bildirishicha, Xitoy taraf komiteti a'zosi Margarita Bauzining ziyorat qilishini rad qilganligi uchun Germaniya Federatsiya parlamenti kishilik huquq komitetining 9-oyda Beyjing, Lixasa va Urumchini ziyorat qilish planini Xitoy tarafidan to'sqinlik uchirgan. Margarita Bauzining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquqi haqida so'z qilib kelgan. Shundaqla yaqinda buyon ko'p qatim ifoda bildirib, Hong Kongdagi demokratlarning namoyishini qo'llagan bo'lib, Germaniya xabar agentligi Xitoyning uchurida agar tizimlikda manba bo'lsam, bu vakillar umikining Xitoyda ziyorati bo'lolmaydiganligi yozilgan. Buni hargizmi qabul qilib bo'lmaydi. Men kishilik huquqni jaranglik va aniq qo'llayotgan parlament a'zolarining ovozini o'chirishga bo'lgan urinishni ko'ryapman degan. Germaniya parlamenti raqamlashtirish komiteti aslida 23 avgustdan 1 sentabrgacha Beyjing va Shanxayni ziyorat qilishni planlagan. O'xshash bir kunda Germaniya Federatsiya parlamenti kishilik huquq komiteti 9-oyda Xitoyni ziyorat qilish planini amaldan qoldirishga majbur bo'lib qolganligini bildirgan bo'lib, sababi o'xshashlar Xitoy taraf chegirdan kirishga ruxsat qilmagan.
Türkiye'de yasalgan Erdir Yalçın namlıq askar toşuğucu maşina Özbekistan qurolli qismida xizmat qilishga boshladi. O'zbekiston Mudofaa ministrligidan e'lon qilingan bayonotda poytaxt Toshkentda ochilgan yig'inda Turkiyada yasalgan Erdir Yalçın namlıq askar toşuğucu mashinani askariy qismga topshirib bergan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda Turkiyada yasalgan Erdir Yalçın namlıq askar toşuğucu mashinasini O'zbekistonda o'rtaq yasash va taraqqiy qildirish to'g'risida muzokara olib borgan. Yaqinqi mezgillarda Turkiya bilan O'zbekistonning askariy hamkorlik kuchaymoqda. Xəbərlərimizi kögününlərə rəhmət. Görüşkücə aman bulunlar. Xeyri xoş. Allahqa emanet.